Qadrli do'stlar, bu programmamizda biz yana hammalarning qalbidan o'rin olgan chiroyli san'atkorimizdan birini alayda mehmon qatorida taklif etdik. Bu yoq bo'lsa o'zining muhabbat kuylari orqali bo'libmi menga eng ta'sir qilgani gitar bilan o'rlangan ana shu romantik kuylar orqali har birimizga ma'naviy zo'q berib kelayotgan bizning ko'nglimizga san'atkorlarimizning biri bo'lgan Mehrgul Hasan. Qarshi olamiz Mehrgulda. Rahmat Nazgul. Qani? Ben şu ekran aldidagi barliq do'stlarga Saba kuyi orqali o'zimning salomimni yo'llayman. Hammanglarning tiniga salomatlik, turmushinglarga xotirjamlik tilayman. Rahmat. Mehrgulda bilishimcha ilgari shu ulab naqshlaringizni e'lon qilib turadingiz. Yaqinda bir aldirash o'qigan o'xshamamsiz, xizmat aldirashligi, to'g'rimi? To'g'ri deysiz. Ben naqsh etmag'ili haqiqatan biroz uzun bo'lib qoldi. Chunki xizmatimizmi aldirash, andan keyin oilada hamda bir opa bo'lish sibtimiz bilan hammamiz uydagi ishlarni sizmi tushunasiz. Shunda bo'lgankin xizmat aldirashchiligi, uy aldirashchiligi degandek aldirashchiliklar bilan bir kasbga toza ko'ngil bilib bo'lolmadim. Bu kasbnimi undaq xohlagancha ekranning oldiga chiqishqami o'zimningmi ko'ngli unmaydi. Shuningga hamda bu qatim chiqishimda o'zimning ko'ngildagidek yaxshi bir asar paydo bo'lganligi uchun shu ekran orqali, Saba kuyi orqali shu do'stlarimizga sunay deb keldim. Bak yaxshi o'ylabsiz. Endi shuningdek sizning o'zingiz yaxshi ko'radigan bu kasbni qancha hurmat qildiganligingiz bilinib turibdi. Demisizmi, hamda Saba kuyiga balkim nurg'un do'stlarning chiqqisi bor, mishada o'zining ko'ngildagi shu naqshlarni o'rlig'isi bor, lekin bu sahna haqiqatanmi nihoyatda tanlangan, xillangan, haqiqatan har millat xalqiga yoqqan san'atkorlarning yoqqan naqshlarini andin mush sahna orqali e'lon qildigan bir nihoyat yaxshi bir pingtay. Endi shu gitar chaldigan kishilarda bir xil muhabbatlik hissiyotlarni ifodalashga moyil bo'lgan bir iqtidor bor deyman. Gitar chalishni o'zingiz o'rganganmi ayni vaqtda? Men san'at maktabida naqsh kasbida o'qidim. Biz ancha-muncha gongching chalishdan sirt boshqa narsalarni chap baqmagan. Lekin o'zimning qiziqishi bo'yicha ancha-muncha bak ilg'ar chap ketmasammi hamda normal yuqori saviyada chammasammi o'zim ishim pishib qolganda ya bo'lmasa o'zim yaxshi ko'rgan naqshlarni mashq qilgan vaqtda ancha-muncha chap qo'yma. Lekin hamda mangas bu singib qopti bu gitarni chelib. Shu sizning bir xilfingiringiz, xoslig'ingiz bo'lib qoldi. Amaliyotda endi men bu gitarga bak ustamas. Lekin shu gitar chelib sakinda shunda ko'ringan bo'lgan ekan hamda do'stlarimizning hammasi shunda o'ylaydi. Bugun Ahmaydan bir gitar bo'lgan bo'lsa asli bir chag'iz olar ekanmiz. U fursatni bo'lib qolar. Har bir odamning ham shu kasbga ilhomi xilma-xil narsalardan, shaylardan keladi. Ham siz masalan gitarni qo'lingizga olgandan keyin boshqacha bir xil muhabbat tuyg'ularga texmi cho'nqirlab kirib, o'zingizning shu gitardagi alayligingiz va chiroyli ovozingiz, eng muhimi shu chiroyli kuylar bilan har millat xalqiga zo'q berib keldingiz.